Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana navbatda ishimizda Xudo xolasa Andijon viloyati Bo'z tumanida ko'chasining nomi nima dedi? Gul San'at. San'atning orqasida Melisa xonani orqasida ko'chada Xudo xolasa ishlarimiz tugatib berdi. Bu ishimizda общий 202 kvadrat bo'lib bitdi. Tarnovlarni ham qo'yib berganmiz. Chiqanaqlarni to'g'ri qilib qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa общий 31 million 300 ming so'mga shu xonadonni bitirdik. Hozir arzonni boshlaymiz. Xudo xolasa ko'rib, yo'qsa bir dona like tugmachalarni bosib, podpishka qilib turasizlar. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana bu esa mana tashqari shapkalarda obunachilar tarafga kira olmadik. Kecha tugatdik bu xonadonimizni. Hozir Xudo xolasa hozir ichganlarini ham ko'rsataman. Xudo xolasa yo'qsa likelarni bosib podpishka qilib tursanglar sizlardan. Xudo xolasa sizlarga ham xonadoninglarni nasib bo'lsa shunaqa ko'rinishda chiroyli ishlarimizni qilib beramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu akamiz uyda egasi o'zi. Sherik Xudo xolasa mana shunaqa ko'rinishda mana o'rtasiga mana qadamimizdan qo'yib 8 ta o'ynaylarimizdan qo'yib chiroyli qilib Xudo xolasa qo'ldan kelgancha mana arka-fon fasonlarda qilib beryapmiz. Bu do'ppilarimiz trading do'ppi deb qo'yamiz obunachilar. Buni tagi mokriy bo'ladi, uning ustiga esa mana oqlarimizdan qo'yib shunaqa trading do'ppilarimizdan qilib beryapmiz. Keyin yana bir holatlarda ko'p vizib bo'lib qoladi, hovuz bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Hovuz bo'lmasa tek shama xunuk bo'lib qolmaydimi? degan obunachilarimizga mana bu joyimiz. Bu joyimiz osmasini qilsa ancha pasayib ketardi. Shuning uchun shunaqa mana to'g'ri ko'rinishda qilib Xudo xolasa o'ynaylarni ham qo'yib, tagiga pianino qo'yib, pianinoga esa anilarimizni ham o'rnatib berganmiz. Bu yerda 8 ta, bu yerda 8 ta. 8 tadan qilib Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarimizni yakunlab beryapmiz. Nega esa tanlovlarni ham qo'yib berganmiz obunachilar. Shunaqa ko'proq fasonimizda qilib Xudo xolasa mana go'zal holda qilib berdik. Kimgaki yoqsa videomiz bor. Hayvonlarimiz bormi? Xudo xolasa mana bu tarafda ham hayvonlarimiz. Xudo xolasa mana skromniy bo'lib, hovuzsiz bo'lib shunaqa ko'rinishda chiroyli ishlarimizni qilib beryapmiz. Kimga bunga ishlarimiz kerak bo'lsa, Xudo xolasa nomerlarni ekranda qoldirib ketamiz. Bemalol fikringizni yozib zakaz qilsanglar, sizlarga xonadoninglar shunaqa ko'rinishda qilib beramiz.